Ota-onalar bolamni sportga berdim, bo'ldi bolam zo'r, hamma narsasi yaxshi bo'ladi, chiniqadi, sog'lom bo'ladi deb o'ylaydi. U bolada sportni qay darajada ko'tarayotgani, birinchi o'rinda uni sog'ligi shunga to'g'ri kelyaptimi, yo'qmi? Uni sportga bermasdan oldin o'zi bir tekshirtirib olishimiz kerak. Bolaligidan sportga borib yurayotgan sportchilarimizda yillar o'tib ularni organizmida o'ziga xos o'zgarishlar bo'lib boradi. Bolalarimiz shu yuklamalarni olayotganda eng ko'p zo'riqadigan organ yurak qon tomir sistemasi bo'ladi. Tabiiyki, yurak 2-3 baravar yuklama bilan ishlayotganda yurakni ish tartibi sekin-sekin yuklamalarga moslashib boradi. Mana shu moslashish agar bola sog'lom bo'lsa, to'g'ri ketayotgan bo'lsa, trenirovочный rejimlar hammasi to'g'ri ketayotgan bo'lsa, yurakni yuklamalarga moslashishi to'g'ri rivojlanib boradi. Bu boladan yaxshi sportchi, ko'p yuqori natijalarga erisha oladigan sportchi chiqishiga erishishimiz mumkin. Agar bu bolani sog'ligi yoki uni ko'tarayotgan yuklamasi uni holatiga to'g'ri kelmasa, biz undan hech qanaqa natija ola olmaymiz. O'zi sport bilan shug'ullanayotgan har bir bola bir yilda 2 marta tibbiy ko'rikdan o'tishi shart. U o'zi uchun shug'ullanayotgan bo'ladimi, professional sportda bo'ladimi, bir yilda 2 marta vrachlar nazoratidan o'tishi shart va bu nazorat faqatgina unda kasallik bor yo'qligini bilish uchun emas, uni sport faoliyati uni organizmiga qanaqa ta'sir qilayotgani va uni organizmini sportga moslashuvi ketayotgan jarayonlari to'g'ri ketyaptimi yo'qmi shuni aniqlash uchun juda ham muhim rol o'ynaydi.